kamalakcha narsalar bo'ladi degan. Go'shtni o'zi qorachiga kamalak narsalar bo'ladi degan. Kamalak. Ha. Videoni bismillah deb boshlayman deysizmi menga? O'z temada ananas deysiz. Manimcha menga o'tib qolgan nimada ozgina shu menga ham. O'z yoshligingizdan burningizga kirgan yoshligingizda. Ha, endi qayerga kirgan Shuni yangilik qilib, yangi boshqacha menyu qilish imkoni bormi? Nimaga hamma joyda bir xil? Shuni farqi shuni qoracha-yu qattiq chiqadiganda pishgandan keyin endi bu suvdami yoki unaqa prema yo'qdami? Endi qanday pishirsangiz ham deganda. Ha, qoracha qattiq. Xo'p, qoracha-yu qattiq chiqadi. Maxsus go'sht bilan boqilar ekan. Endi bir haftami, qancha bilmayman. Maxsus go'shtli diyeta bilan boqilar, faqat go'sht. Uyinsa o'zi o'ylar ekan, xullas, bir haftadan keyin. Go'shtmi? Ha, go'sht o'zi o'ylar ekan. Sen nima deydigan narsani yeydi baribir. Yaxshi narsani yeydi. Masalan, eshakni qo'ying, Eshak bo'lish tema bu. Endi nima qildim axir? Aybim nima meni? Otasidan so'raydi, o'rdakdan. Ha. Endi shu kam bu yoqdan o'g'irlaganman, bu yerdan o'g'irlaganman, keyin boshqa joydan o'g'irlaganman. Meni fikrimcha shart emas hozircha nimaiki bu sertifikat kerak bo'ladigan vaqtingni menimcha Yevropaga borsangiz agar. Klient kam-ku. Ovqatlar ko'pincha qolib ketgan. Aqlli, idrokli insonlar tirik qoladi. Ulardan zurriyot qoladi. Ularning zurriyotlari ham tabiiyki aqlli inson zurriyoti albatta aqlli inson bo'ladi. Kulgili savol berish mumkin, lekin nimaga doim oshpazda semiz? Ilonni pishirib berganman, ilon. Shu o'zimizda kichkina ilonchalarmi yo katta ilon? Yo'q, katta edi. 500 ming ketgan edi ichiga mahsulotlar. Shundan gap boshlash kerak-da. Uydagilar. Mana Warden Skills'ni eshitgansizmi? Warden Skills. Yo'q. Xullas shunaqa joy bor. Aka, Buxoro shahrida nechta oshpaz bor? Ha, demak bu sohada qo'lingizdan ish kelsa bo'ldi, sizga ish kelsa bo'ldi shu. Bugungi videomiz homiysi Atlantis Pool suzish havzasi. Atlantis Pool bir vaqtning o'zida fitness zal va suzish havzasini o'z ichiga olgan sport kompleksi. Suzish havzasi uzunligi 25 metr bo'lib, Olimpiya standartlariga to'liq javob beradi. Suzish havzasi yonida zamonaviy saunalar mavjud bo'lib, ikki xil, ya'ni quruq va parli saunalarga bo'linadi. Bino tashqarisida yana ikkita yozgi basseyn bo'lib, bolalar va kattalar uchun alohida tashkil etilgan. Yozgi mavsumda bolalar va kattalar uchun bir-biridan ajoyib va qizg'in shoular bo'lib o'tadi. Suzib, qorningiz och qolsa, mazali taomlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mijozlar vaqtini yanada mazmunli o'tkazishi uchun stol tennis yoki suvda basketbol o'ynashlari mumkin. Atlantis Pool'ni ikkinchi qavatida fitness zal bo'lib, bu zalimiz barcha zamonaviy sport anjomlari bilan jihozlangan. Ya'ni yugurish yo'lakchalari, velotrenajyorlar, kantellar, shtangalar, boks mishoklari, xullas hamma narsa mavjud. Atlantis Pool eng yaxshisi faqat bizda. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz tinchmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bahodir aka, videoni doim bitta unaqa bilan boshlayman, ya'ni sizni fikringizni eshitishlari uchun siz kim ekanligingizni bilib olishlari kerak biz tomoshabinlarimiz. Shuning uchun bir tanishtirsangiz kameraga. Qachon tug'ilgansiz? Kasbingiz kim? Qiziqishlaringiz, umuman olganda qisqa avtobiografiya. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Bahodir. 2001-yilman. Kasbim endi unaqa qilsak hunarmand. Hunar bo'ladimi nimaku? Hunar bo'ladi. Endi oshpazlik hunarini tanlaganmiz. Oshpazlik unaqasini tanlaganman. Endi 5 yil, 6 yildan beri oshpazlik bilan sohasida ishlayman. Ha. O'zi bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Oshpazlik. Nimaga sartaroshlik emas, duradgorlik emas? Sartaroshlik ham qilganmiz. Sartaroshlik ham birinchi boshlab o'shani qilganmiz. Kollejdami? Ha, shu maktab paytlari boshlaganmiz. Ha. Endi yoshlikda bo'ladi, endi hamma narsani unaqa qilganmiz. Aslan endi biz oshpazlik tanlaganmiz-da. O'sha paytda yoqqan, yoshligimdan shuni oshpazlikni yoqtirgandaman. Bir ota taraf yoki oy taraf biror. Endi uydagilar oshpaz, ularni shundan gap boshlash kerak-da. Uydagilar ham, dadam ham endi oshpazlar, endi anam ham oshpazlar, oyim ham oshpazlar ular ham. Ha, shundan gap. Shunda menimcha menga o'tib qolgan nimada ozgina shu menga ko'p ishlaganman endi. Xudoga shukr, endi hamma narsa qo'limdan keladi endi. Tushunarli. Hamma narsa ovqatlarni, o'zbek ovqatlari, milliy ovqatlar, Yevropa ovqatlari. Nechta joyga ishlagansiz shu paytgacha? Men o'zi shu ishda 2 ta restoranni unda oshpazlik bilan boshlaganman, bosh oshpaz bo'lganman oxirida.
Biz 3 oylik bilan boshlaganmiz endi. Bahodir, o'zi bu oshpazlik sohasini o'qish kerakmi yoki prosta shogird bo'lib turib ish boshlaversam bo'ladimi? Ya'ni siz ish boshlashingiz uchun qanaqadir joyni bilimga ega bo'lish haqidagi sertifikatmi, biron qog'oz kerakmi yoki shunchaki pishirishni bilsangiz xohlagan joyga ishga kirib ketaverasizmi? Endi bu meni fikrimni o'zimni bildiraman. Endi bizga hozircha bu narsa kerak emas. Sertifikatlik, unaqalik shart emas deb unaqa o'ylayman. O'zim ham o'qimaganman, shogird turganman, boshidan oshpazlik bilan shogird turganman, keyin restoranga shogird turganman. Endi shu bu yoqdan o'g'irlaganman, bu yerdan o'g'irlaganman, keyin boshqa joydan o'g'irlaganman. Endi fantaziyani keyin ishlab shu ijodlarimni davom ettirganman shu vaqtgacha. Meni fikrimcha shart emas hozircha nimaki, bu sertifikat kerak bo'ladigan vaqtingni menimcha Yevropaga borsangiz agar, sizdan so'rashi mumkin. Endi o'zimning fikrimda bu. Tushunarli. O'zimning shaxsiy fikrim shu. Menimcha kerak emas. Oddiy hunarga shogird turib, o'z ustingizda ishlasangiz, u menimcha yaxshiroq. Vaqtingizni shunga o'tkazsangiz yaxshi. O'qishga borib, karyera qilib, bilimlarni oshirib. Shuna. O'qish endi unchalik shart emas. Mana Word Skills'ni eshitgansizmi? Word Skills. Yo'q lekin. Xullas shunaqa joy bor. Tikuvchi, pikuvchi, quruvchi, hamma kasb yo'nalishlar bo'yicha musobaqa bo'ladi. Oho. Sartarosh deysizmi? Hamma kasb bo'yicha unaqa bor. O'z zadacha. Oshpazlik ham bor. Hammasi bor. Word Skills. Ya'ni o'sha zadacha bo'ladi-yu, o'sha zadachani endi men aniq bilmayman, kategoriyasini qanaqa bo'ladi, 3-4 ta kategoriya bo'yicha. Endi men quruvchilik sohasi uchun bilganim uchun o'shani aytib beraman. Ya'ni sizga plan qo'yiladi, planirovka beriladi. Deylik 1 metr balandlikdagi uyni g'ishtdan ko'tarishingiz kerak. Vaqt beriladi deylik 10 daqiqa. Shuni siz kачественный va tez qilib bitirishingiz kerak. Ko'tarishingiz kerak g'ishtdan. Maxsus poligon bitta odam emas, 10 ta 100 ta odam yerda. Vaqt beriladi. Kim birinchi chiroyli kачественный qilib, bir xil instrument, bir xil sement hammasi beriladi. Xuddi shu narsa sartaroshlarda ham bor. Endi u sartaroshlar bilmagancha ayta olmayman, balkim qanaqadir sochini olish, bitta vaqt bilan fade deydi-ku, perihodlarni idealligini tekshirar balkim shunaqa narsalar bordir. Endi xuddi shu narsa boshqa yo'nalishlardan bu tikuvchilik, sartarosh, yana oshpazlik, boshqa hamma kasb hunarli bor, o'shanga hammasiga bor. Svarshiklikka bor, hammasiga bor. Oho. Zo'r narsa. Germaniyada bo'lar ekan shu narsa. O'zbekistonliklar ham qatnashyapti, shuna bilan. O'zbekistonda o'rin olib kelgan. 3-o'rinlar, 2-o'rinlar olib kelgan. Tushunarli. 5-o'rinlar olib kelgan shu bo'yicha. Keyin короче siz o'sha bo'yicha reytingga tushasiz-da, keyin reyting O'zbekistonda qaysidir reyting, umumiy reytingi bo'ladi O'zbekistonda. Reytingi, Endi bu kasb hunar kollejlar nomidan qatnashiladi. Adashmasam, endi individual qatnashish imkoni bormi yo'q bilmayman. Endi bu narsa kasb hunar kollej nomidan borilyapti bu narsaga. Shunaqa. Tushunarli. Bahodir aka, Buxoro shahrida nechta oshpaz bor? Shunaqa o'qigan, sertifikati bor. Umuman professional, endi o'qiganni professional deb so'ranadimi yoki shunchaki yaxshi bo'lsa professional deb so'ranadi? Endi menimcha baribir o'qigan professionalist bo'lmasa kerak. Xabaringiz bormi, bironta oshpaz bormi? Buxoro shahrida shunaqa o'qigan, qanaqadir yulduzchasi bor oshpaz bormi? Buxoroga, lekin men endi nima desam, shogird turganlarim, ular ham o'qimaganlar endi. Ular ham endi shogird turib, malakadan oshirib, o'zida ko'p odamlarni, o'tlarni olsam agar taniydilar. Ular ham lekin sertifikat ularga yo'q. O'zlari ustlarga ishlab, ular ham shu darajagacha obro' e'tiborga ega bo'lganlar-da. Shu короче. Endi nima desam sizga? Hozirda menimcha o'qiganlar shu oshpazlik bunaqasiga kam bo'lsa kerak. Endi ko'pincha u narsa ayollarga menimcha kerak bo'ladi. Ular o'qiydi, o'qishan. Ayollar endi o'qiydi o'sha yerda, masalan, erta turmushga chiqsa, menimcha u kerak bo'lishi mumkin ularga. U mana bekajonlar nima edi? Uy bekasi ana shu uchun kerak bo'ladi, lekin bizga u unchalik shart emas. Siz ko'p narsani bilasiz, ijodingiz bor, navinkalar qilib bilasiz. Shart emas. Shart emas. U sizni bo'yicha ishga qabul qiladi. Demak, bu sohada qo'lingizdan ish kelsa bo'ldi, sizga ish kelsa bo'ldi shu. Bir hamma restoran o'zini qonun qoidasi biladi. O'zini nima desam, ish jarayoni bo'ladi. Unga borib baribir siz ularga baribir o'qib tushasiz boshiga. Ularni unaqasiga kirguncha, o'zini kollektivga kirguncha o'zingiz keyin bu ish boshlanadi, navinkalarni boshlaysiz o'zingiz. Yangi menyular tuzasiz, kelishgan holatda. Shu. Bu kelishgan holat deganda qanday? Ya'ni ovqatlar kimningdir unaqasimi? Avtorskiy bo'ladimi? Yo'q, menimcha siz ovqat qilyapsiz-ku hozir. Meni shaxsiy ovqatim. Siz boshqa joyga boryapsiz.
Yo'q, shef-povur o'zi bor. Shef-povur bor, suv shef bor, yordamchilar bor. Siz borib yerga taqi yangi narsani tiqsangiz, ularga menimcha yoqmasligi mumkin-da. Siz boshiga borib ular bilan ishlaysiz, borib tilni olasiz. Ulardan baribir shef-povurni o'zini menga qo'shaylik, men bilaman. Shu narsani qo'ysak maylimi deysiz. Ularda bir shef-povur o'rinish ko'rsatasizki, shef-povur deydi bir boshqalarga ko'rsatadi. Shu yuraklarda. Shunda 100% hisobda agar shef-povur egosi kuchli bo'lsa, qo'shmaslik mumkin-da. Endi har xil shef-povur bor. Masalan, men ishlagan shef-povurlar boss deydi. Davay deydi. Ularga qancha unaqa bo'lsa, bizni o'g'lingiz deydi, yangilik bo'ladi. Endi bir xillar bor, ishlaganman bir xillar bilan. Nima kerak qo'y. Masalan, shunda yoqmaydi. Qilma deydi-da. Ortiqcha bosh og'riq. O'zicha o'ylaydi, menimcha meni fikrim bu. Ish ko'payadi yoki nima desam sizga? O'zini keyin men bilan barobar qiladi deydimi? Может, men pastga tushaman, bu ko'tarilaman deb shunaqa talash bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Ko'pisi unaqa qilmaydi menimcha. Tushunarli. Har xil vaziyat bo'ladi. Menga tushgan shef-povurlar zo'r bo'lgan. Shunisini tan olish kerak. Oshpazlarning hammasi qo'li-gul oshpazlar, professional, o'z ishining ustasi shu. Bahodir, mana bu restoranga kiramiz-ku, xohlagan restoran, kafega. Hamma joyda menyu bir xilda. Jiz, shashlik, yana bag'uri, yana sho'rbo, ish qilib bir xilda xolos. Shuni yangilik qilib, yangi boshqacha menyu qilish imkoni bormi? Nimaga hamma joyda bir xil? Menyuni qarang, yangi qilish imkoni bor. Любой oshpaz o'zi yangilik kiritib ishlab biladi. O'zi ishini. Endi bizning xalqimiz ko'pincha go'shtxo'r xalq. Go'shtni yaxshi sevadilar. Shashlik bag'uri desangiz, o'zini tomdan tashlaydi. Xo'p. Xalqimiz go'shtxo'r, juda go'shtxo'rda, shunaqa narsalar. Любой restoranga borsangiz, shashlik bag'uri bo'ladi, обязательно. Nimaga hadavoy narsalarning o'zi shu bizga. Hadavoy narsalarning o'zi shu. Endi u yevropeyskiy ovqatlar ham bor. Endi uni xalqimiz ko'rsa, deydi, kuladi usta. Lekin bu tarafdangina ikkinchi tarafi ham bor, lekin o'sha ovqatlar, masalan, Yevropa taomlari bor-ku endi. Ozgina bo'lsa, u kaloriya narsalar bo'ladi-da, u kaloriyasi. Yevropanikimi? Kaloriyasizmi, kaloriyalikmi? Kaloriya bo'ladi, normal bo'ladi, vitaminli bo'ladi. Vitaminli-da. Vitamini ko'p bo'ladi u narsalar. Odamlar deydi, qornim to'ymaydi deydi masalan-da. Qornim to'ymaydi-yu, masalan, bitta salat bor 70 ming so'm, shashlikni ko'rsangiz 70 ming so'm. Siz qaysini olasiz? Shashlik yaxshidir. Siz shashlik olasiz. Xashak yegandan ko'ra normal go'sht yegan yaxshidir. To'g'ri bu, ana shu to'g'ri. Lekin yevropaliklarni buni nimani tanladingiz? Buni tanlaydi nimaki? Salat tanlaydi. Nimaki ular bilmayman. Xashak yeyish yaxshi. Masalan, o'sha qarimaydi tez, menimcha shu uchun nima? Go'sht yeysiz, unaqa yog' yeysiz-ku, sog'liq uchun bunday qarasangiz zararli deb o'ylayman-da. Bular nabrot foyda narsalar, qarang ichida necha xil unaqalar qiladi. U ozgina bo'lsa ham, salatcha bo'lsa ham, ichiga ko'katlar ko'p bo'ladi. Ko'katlar har xil salat, unaqasi mikslar ko'p bo'ladi. U foydali menimcha badan organizmga. Dietishni yengil ovqatlar. Shu. Ko'p kishi lekin shu aholi shashlik tanlaydi. Shu uchun menimcha restoranni 90-80% hammasiga bor shu narsalar. Endi bor bizga ham restoranlar. Yevropa taomlari, milliyni qo'shmagan, polni Yevropa taomlari. Lekin odam kamda bu yoqqa. E'tibor bersangiz odam kam. O'zini klientlari bor menimcha. O'zini klienti o'zi uchun yetarli-da ular. Masalan, turistlar keladi, обязательно she'r etadilar masalan. Bir xil turistlar bor, o'z milliy taomni xush ko'rib, yaxshi ko'rib, bizni mana shu milliy taom uchun keladi ko'pisi. Lekin bir xillari bu vegetarianlari bor. Ularga lekin o'zini ovqatlari bo'ladi o'sha restoranga o'sha uchun. Ko'p hammaning o'zini fiksi bor-da. Lekin bizga shu go'shtxo'r xalqimiz faqat go'sht. Ertalab ham bersangiz go'sht yeydi, obedga ham go'sht yeydi, kechqurun go'sht yeydi, ana shu. Shu go'shtni bir hafta to'xtamasdan yesangiz, ichingiz qotib bir bo'lib bo'lasiz deydi. Rostmi? Shu narsa xabaringiz bormi? Endi bilmayman, u narsa o'zbeklarga ta'sir qiladimi yo'qmi bilmayman. Qayerda o'qiganim, Yaponiyadami, Xitoydami, umoganda o'lim jazosiga mahkum qilinganlar maxsus o'sha maxsus go'sht bilan boqilar ekan. Endi bir haftami, qancha bilmayman. Maxsus go'shtli diyeta bilan boqilar, faqat go'sht. U inson o'zi o'ylar ekan, xolos, bir haftadan keyin. Go'sht yeymi? Ha, go'sht yeb o'zi o'ylar ekan. Ha, ana. Mazza ekan demasam. Bu gap qarshiliklar aytmaylik-da. Bu qarshilik. Mana shu go'sht bo'lmagan ovqatlarni pishirib yeymiz-ku. Masalan, xom yeydiganlar bu. Bu xom yeyish o'zi qanchalik foyda, qanchalik zarar? Nima deb bilaysiz? Yo'q, xom yeyish endi go'shtni xom yeyish, sertifikatli go'sht. Ha, to'g'ri. Yo'q, steak emas, umuman xom. Go'sht xom bor, qattiq.
Men chaynab ko'rganman to'g'risi xom go'shtni, lekin yeyish juda ham qiyin narsa. Sertifikatli go'shtlar bor ekan shunaqa men eshitishim bo'yicha. Imенно o'sha xom yeyishlik uchun. Bemalol xomlang deysiz, umuman issiqlik, termik ishlov bermasdan shuni xomligicha shuni chaynab, uzoq chaynaysiz, menimcha 10 daqiqa chaynaysiz tishlagan go'shtni. Yo'q, u daraholi bu narsani lekin haligacha yo'q, ham bizada. Lekin yo'q, Buxoroga menimcha bordir 1-2-3 ta restoraniga, endi u ham nima desam, bir marta kiritadi tamom. Demakki o'zimiznikilarga ham pishirib bergan masalan ichi xom qoladi baribir, qonchalik sochni bo'ladi, rozli ichi bo'ladi, steak tipa medium bunaqalar narsalar bor, o'shanaqa bizni xalqimiz ko'p tushunmaydi bu narsaga. Bizniki nimani tushunadi? Biz qovurib bersin, qip-qizil pishsin, vag'urib yesin, ana shu. Lekin men shuni nima desam, yangilik kiritganimga o'shanaqa qilganman, ichi xom qolgan ozgina. Qonmas endi, so'q rozi o'zi bilinadi-da, bunday tegib tursangiz ana bu yerdan bilintiradi. Men bu xom qaytarib yuboradi necha xil. Lekin tushunmaydi, keyin unga tushuntiramiz bitta bo'lib. O'zim boraman, yo afsonaga tushuntirib bilsa, afsona o'zi borib tushuntiradi. Yo'q deydi, menga kerak emas deydi. Menga oddiy shu pishirib ber, yeylik, mazza qillik taom deydi. Ortiqcha gap kerak emas deydi. Xo'p deymiz, boramiz biz ham qaytib o'shani pishirib beramiz. Keyin yuboramiz, yana o'shani mazza qilib yeydi. Bahodir, ana shu steak xom pishiriladi-ku, yana o'sha medium, yana bir balolar, dakansa pishirish, kuydirib pishirish, xom pishirish. Reklamalarda ko'rsangiz, kesgan paytda qoni chiqib ketadi, svejidan. Bu o'zi nimaga buni qanday? O'zi bizda mumkin emas, menimcha qoni qolgan go'shtni yeyish mumkin emas, adashmasam. Как бы yo makruh yoki harom, endi xabarim yo'q. Fatvo berishmoqchi emasman. Endi shu narsa o'zi qanchalik rivojlangan bizda? Bizga menimcha bu hali unchalik rivojlanmagan. Yoki steakni ham o'zi 5 xil unaqasi bo'ladi endi. Mana shuning bo'yicha 5 xil qilaman o'zi masalan. Uni ham o'zini balichiklar bor-da, shuni balichiklar bor. Xom degan. O'sha xom yeyish nimasi bor? Ya'ni biron vitaminlari, qanday ma'nosi bor? Vitamin yo'q endi uni. Masalan bizni oddiy xalqimizga go'shtni xom yesak nima deydilar bizga? Ichingga qurt bo'lsa-da bunaqa deyiladi. Shunaqa. Men shunday deb o'ylayman lekin. Men ham lekin nima qilaman? Men ham xom yeyishni ko'proq yaxshi ko'raman, steaklarni. Shu xommas endi o'zi medium deydi. Medium yeyishni yaxshi ko'raman shu narsani. Ha, o'sha qurtlar, restoran qurtlari. Nega hozirgacha lekin bilmayman, qurt chiqmadi lekin. Menimcha shu. Yo'q, endi nima desam bo'ladi. Molni go'sht bilan mol go'sht farqi bor. Endi o'zini ham katta molni olsangiz, katta mol bo'lsa o'zini joylari bo'ladi, steak uchun maxsusda. Shunaqa joylar bor. Masalan, bitta sevli moldan 300 kilolik moldan 5 kilo, 4 kilo chiqadigan go'shtlar bor. Shunaqa joylar bor. Wagyu payg'ular aytibsizmi? O'sha briska, bonfilelar bor. Keyin qarang, masalan, har xil joydan molni titib ana shunday steaklar joyi borda, har xil necha million, necha yuz xil joylari bor, tochkalari borda uni. O'zim unchalik bu steak men nima desam, professional emasman. Lekin Buxoroga ham ko'p professional oshpazlar. Juda ko'p. Go'sht masalasida. Go'sht masalasida ko'p juda. Juda ko'p bunaqalar bor. Menda ko'pincha lekin Buxoroning ovqati menga yo'q edi. Mana bu fast foodlar bor-ku, fast food. Nima desam bo'ladi? Lavashlar bor, endi ko'pincha mif bor, ya'ni eshak go'shtdan qiladi, bir bolalar qo'shadi degan. Yo'q, yolg'onga. U nima desam bo'ladi? Ana shu eshak go'shti dedik-ku, ochdik shu mavzuni qarang. Eshak go'shtini o'zi bir ta'mini farqlasa bo'ladi mol go'shtdan. Masalan, qarang, siz tatib ko'rmagansiz. Endi farqlash uchun bir tatib ko'rish kerak, to'g'ri? Nimandir. Masalan, ilon go'shtini tovuq go'shtidan farqlash uchun tatib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Endi qanday farqlasa bo'ladi? Biron pishishdanmi, xarakteri bormi, qanaydir masalan suvga solsangiz qanaydir xom bir xillardan so'raganman endi yemaganman, so'raganman. So'raganman endi. Men savol berganman. Eshak go'shti masalan qanday bo'ladi deganman masalan. Endi u odam ham taniyman, o'zi tanishim. O'sha aytib bergandi, degandiki, eshak go'shtining farqi shuni qoracha-yu qattiq chiqadi deganda. Pishgandan keyin. Endi bu suvdami yoki unaqa, prema yo'qdami? Endi qanday pishirsangiz ham deganda. Qoracha qattiq. Xo'p, qoracha-yu qattiq chiqadi degan. Xudo go'shtiga degan kamalakcha narsalar bo'ladi degan. Go'shtni o'zi qora joyiga kamalak narsalar bo'ladi degan. Kamalak. Shunaqa narsalar bo'ladi deganda endi o'zim ko'zim bilan hali ko'rmaman lekin. Lekin eshitganman ko'p restoranlardan chiqqan, eshak go'shti ishlatgan unaqa ustida. Demak, ko'zim bilan hiddan bilmaydi-da. Endi ta'midan bilmaydi. Yo'q, endi go'shtga hid bo'lishi
Manimcha go'shtni yetib baribir bir xil. Bilsak, yo otni endi farq qiladi. qattiqligidan. Yo otni go'shti farq qiladi, baribir hidi ham boradi. Masalan, otni hidi Yo'q, bor. lekin unchalik farq qilmaydi. Unchalik ko'p emas. Ozgina chiqishi mumkin, ozgina badbo'ycharoq chiqishi mumkin. Ha. Shu otniki ham go'shti, lekin qattiq menimcha. Bir 2-3 marta ishlatganman, qattiq u ham. Nimaiki ot ham ko'p harakat qiladi, masalan, muskulli bo'ladi, baquvvat bo'ladi, go'shtlar qattiq bo'lishi mumkin o'shada. Tushunarli. Buni faqat qarang, bir 5 pahmoq qilib bo'ladi. Suvda qaynatasiz, qovurib pishirish imkoni yo'q-da. 3-4 soat pishirasiz-da uni, qovurib yeganlarni hali ko'rmadim. Qovurib yegan, yo steak qilgan, yo shashlik, ot go'shtdan shashlik qilgan, lekin uni ko'rmadim lekin ularni. Faqat qaynatasiz. Faqat qaynatiladi. Baqar qilasiz, 4-5 soat qaynaydi u. Uni suviga 5 parmoq tashlaysiz. Achchiq qanot. Ikkita xalat qilib buni qazilar qo'yib buni. Shu e'tibor berganman, shu kulinariya sohasi bor-ku. Mana bu Koreyada misol uchun bu ham bir san'at turida, kulinariya misol uchun, u da duradgorlikdek san'at turi. Shu e'tibor berganman, kinoda kulinariyani ochib olib chiqishmaydi. Bizning sohada tem bo'lib, bizning kinolarda ovqat sistema olib chiqilmaydi. Ya'ni qanday? Misol uchun Amerika yoki Koreya filmlarini ko'rsangiz, misol uchun hamma kino, hamma imni shu yo'nalish bo'lish, oshpazlar haqida kino bo'lish kerak emas u kino. Masalan, ikkita do'st chaqchaq qilyapti, suhbat qilyapti, masalan, restoran turibdi. Misol uchun bor yo'q 10 soniya, 15 soniyasini o'sha ovqatga nima qilinadi. Reklama bo'lish ham shart emas u. 15 soniya shu ovqatga e'tibor beriladi. Qozondan solishi, masalan, lag'mon, Koreya kinosida deylik, ana lag'monni shop soladi ustidan. Pishirishni qo'ymaydi demoqchisiz? Yo'q, pishirish qo'ymaydi, shuni suzishini. Ovqat solyapti, shata-shatir ovoz soladi. Buni titir nima? Ko'k piyozdan taq ovozcha qisir solalar ustiga, keyin yoniga. U ovqat bemaza bo'lsa ham, как бы madaniyatning turida baribir. Masalan, bizda osh bor, yana qanaqadir milliy taomlarimiz bor, to'g'rimi? Mana shu narsalarni biz hech olib chiqmaganmiz. E'tibor berib qaragan, bironta kinoda shu ovqatni suzilish, mayli tayyorlanish shart emas. Ikkita do'st bo'lsin, masalan, chaqchaq qilib turibdi, do'stim ochiq holinda osh. Kino mayli qaynonalar haqida bo'lsin, qaynona kelinlar haqida bo'lsin, mayli. Iplos qaynonlar haqida bo'lsin, mayli. Lekin o'rtada bitta kadr qo'yib ketsa, mana bu boshqachada mayli, nima desam bo'ladi, madaniyatni ko'rsatgan deb bilamizda. Hammaliki reklama tiqib ketsa bo'ladi, bironta osh sentrdan. Ana shu narsa bizda yo'q. E'tibor berganmisiz, yo'qmi? Yo'q, to'g'ri, buni ham qarasam, e'tibor bergan ekanman. Shu narsa yo'q lekin menimcha. Endi o'zbek, nima desam, bir xil kinolar bor, o'zbek kuxniyadan olgan. Kuxnilik haqida olgan. Oshpaz haqida endi u siz bilmaydi baribir. Oshpaz haqidagi film bo'lgan u narsa, ha. Endi bu menimcha nimaga bunday qo'yilmaydi, lekin bunisini ham hech o'ylab ko'rmagan. Endi menimcha u rejissyorga bog'liqda. Rejissyor endi shu narsani tushunsa, shu narsani agar fanati bo'lsa, обязательно qo'shib ketadi u narsaga. Chunki nima desam, u o'sha syomka qilinayotgan dunyoni как бы realligiga yana bitta plyusda u. Дополнительно. Nima uchun buni o'z boshladim? Kechagi bitta kinoni ko'rdim. Tarantinoni Django освобождение. Ozod qilingan Django filmini ko'rdimda. Bitta sahnasi bor. Umuman mavzuga aloqasi yo'q. Ikkita do'st o'tiribdi, Djangoni bilan suhbat qilyapti. Nemis Schulz. Barga kiryapti Schulz. Pivani olyapti. Pivo eski o'sha Wild West deydi-ku, Yovvoyi G'arbdagi bar, salon deydi u yerda. Salonga kiryapti-da. Ochyapti chur idishcha. Mana ochyapti chur to'ldiryapti idishchani. Iditnaqasi bor. Qarag'ada cho'pchalik tayoqchasi bor, ko'pigini olib tashladigan. Tirs ko'pigini oquz yuboryapti-da, keyin tirs qo'yapti. Navashi здорово deb bitta qo'l ketdi. 10 soniya emas, 8 soniya. Lekin o'sha joyda nima desam bo'ladi? Odam shunaqa ichkisi kelib ketadi uni. Shunchaki ishtahasi ochilib ketadi. Imini pivo bo'lish kerak emas u yerda. Xohlagan narsa agar deylik reklama bo'lsa, bironta product placement, yogurtni reklamasimi, ko'rayotgan paytda unaqa eskilar. Ishtaha ochilib ketdi. O'sha joyda mana ishtaham ochilib ketdi, to'g'risi. Endi tasavvur qiling, bu narsa kinoteatrda odamlar tomosha qilyapti u yerda. Tasavvur qiling, 1000 kishilik kinoteatr odamlar tomosha qilib o'tirishini. Endi tem bo'larida Dolby Atmos degan aniq ovoz sistemalari bo'ladi. Ya'ni siz oddiy telefonda ko'ryapsiz yoki kompyuterning kolonkasida ko'ryapsiz, bo'lmaydi zvuk, lekin har bitta niskiy chastotalar, visokiy chastotalar hammasi ochib chiqib, nima desam, kачественно keladi-da qulog'ingizga. Hamma yo'qda.
O'zi tasavvur qiling qanaqa bo'lyapti odam endi. Ichidan nima o'tyapti u yerda? U reklamani ko'rib, ovozni ko'rib, ASMRni ko'rib. Siz aytib berasiz, men ichim kelyapti-da. Siz asosiy oshpazmisiz yoki Yo'q, to'g'ri. Suv shef ham bo'lganman. Suv shef ham bo'lganman. o'zi Shogirdlikdan boshlanganman. degradatsiya iyerarxiya qanday bo'ladi bu yerda? Bitta aytib bering. Shu oddiy masalan, Yo ketma-ketlikda. boshliq Boshliq shef, pomoshnik bo'ladi, uchinchi pomoshnik shef bo'ladi, pomoshnik повар bo'ladi. Yo, boshliq. Kattasidan boshlab. Kattasi shef повар, главный shef повар bo'ladi. Shef поварdan o'zi pastda ana bosh oshpaz yordamchisi shu shef bo'ladi. O'zi bu yog'i shogirdlar, salatnitsa. Aha, salat. Pastlik, oxiriga kelib o'zi yordamchi поварlarga, yordamchilar bo'ladi. Ana shunday. Ko'p emas o'zi. Shu 3-4 ta aslan главныйsi, главный baribir shef поварga quloq solinadi-da. Endi bularning oyligi примерно qancha? Baribir shef поварdan pastroq bo'ladi, aniq bu narsa. Yo, endi shef qancha oladi taxminan Buxoro shahrida o'rtacha? Buxoro shahrida menimcha shef поварlar nima desam endi. Ko'p bilan 1200-1300 atrofida bo'lishi mumkin. Dollarda hisoblasak. U restoranni men taniydigan поварлар shu. Ha, u restoran mashhurligiga bog'liqmi yoki farqi yo'qmi? Albatta. Ha, shunday. Mashhurlikka bog'liq masalan, o'zi qanday klientlar romok o'ziga jalb etgan bo'lsa, shunday albatta shef повар nimaga hamma ishni qiladigan o'zi повар bo'ladi restoranga. Restoran katta qilib qursangiz повар bo'lmasa u yoqqa bo'lmaydi. restoran o'zi nima kerak? Tomoshaga qurmaysiz-ku uni. Oshpazni qochirib yubordi, shundan keyin buni biznes o'yladi deydi-da. Shu gap qanchalik to'g'ri? Ya'ni restoranni reputatsiyasi tushib ketishiga oshpaz qanchalik bog'liq? Savolim shundaki, o'sha oshpaz ketdi-ku, uni o'rnini to'ldirish qiyinmi shunchalik? To'g'ri, qiyin, ozgina qiyin bo'ladi. Menimcha siz ana shu masalan ishlayotgan bir shef for ishlasa, nafos ketib qolsa agar, u ham endi o'zidan o'zi ketib qolmaydi menimcha. O'zidan o'zi ketmaydi hech kim. Siz yaxshi bo'lsangiz, pulni to'lasangiz vaqtiga, u qanday tashlab ketadi sizni? Ha, qolganlar ishga kelayotganda ham shu narsani o'ylaydi-da. Ha, ketdimi demak nimadir muammosi bor. Nimadir deb bo'ladi-da, ha. Shunday deydi o'ylaydi. Endi qarang, o'zini klientlari bo'lsa, masalan, men o'zimning klientim bo'lsa, men ketsam ular biladi. Masalan, o'sha yerga bormaydi qaytib. Bir xilla bu, masalan, shu shogirdlarimni taxladim, tayyorladim. O'zim ketsam ham endi farqi yo'q-da. Ko'p kishi meni tanimasa o'zimning klientlarim, men ketsam ularga qizig'i yo'q. Masalan, kiradimi? Yeydimi? Tamam. Mazasi normal bo'lsa, powerni bosh qo'shirdi deb o'ylayman, lekin power o'sha bo'ladi menimcha. Power o'sha bo'ladi, lekin ovqatda mazasi qo'shdi. Nimaga buni? Nimaga? Endi faqat bir xil narsa chiqmaydi, demoqchiman. Ha, o'sha kun настроение bo'lmagan, yo настроение xotinni urishgan bo'lishi mumkin. Yo'q, u narsa uydagi muammo uyda qolib keladi. Masalan, kelganimizda biz ham masalan o'zim pishirib berganman. O'zim pishirib berganman masalan. Deganki, yo'q degan, po'rlarimiz degan qo'shilgansizlar, bu men yeganimga boshqacha edi, hozir boshqacha bo'lgan deydi. Lekin men bir xil narsa ketgan. Endi bilmayman u klientni o'zini minasimi, o'zi настроенияsi bo'lgan. Yo'q, bo'lgan. Bir marta boryapman shashlik normal, ikkinchi marta boryapman shashlik boshqacha. Nimaga? Bilmayman. Bo'lmasa oradagi farq 2-3 kun. Nimaga desa, aka, unday bo'libdi buni. Lekin masalan, endi qarang. O'sha ovqatni bir xil narsa ketadi ma'rufasiga. O'sha ovqatni bir xil narsa. Bu ovqatga bir xil narsa. U yoqqa borib, masalan, boshqa narsani qo'yish iloji yo'q-da nimaki? O'zi klientlar shu narsaga unaqa qildimi? Desam, yeb bergandimi? Biz ham shu narsani qaytib chiqaramiz-da. Biz uni qilsak bo'ladi, qarang, yaxshi qilsak bo'ladi-da, udir. Yaxshi qilsak bo'ladi, lekin yomon qilmaymiz bu narsani. Endi klientning o'zi menimcha shu. Klientlarimiz ham endi qarang, har xil klient bor lekin. Klientlar endi klientga praf bo'ladi-ku, endi ko'p injiq klientlar ham ko'rganmiz. Yaxshisi ham bor, lekin ko'pisi juda ko'p-da endi. Har birini nima desam, ular bilan gaplashib, o'zini menasini qancha shunday u qiyin juda vaqti. Masalan, ularning har bittasini unaqasini tabiga qarab qilmaysiz-ku. Masalan, men yesam sizga yoqmaydi, siz yesangiz boshqa kishiga yoqmaydi. Siz oshpazsiz, sizdan so'rasam endi bo'ladi bu narsani. Mana har xil aksiyalar bo'lyapti Buxoro shahrida, 100 ming so'mga qanaqadir shashliklar, Porschelar, nima deydi? Nerealniy summalarda sixi 10 ming so'mdan chiqadi, hisob kitob qilsa, sixi 5 ming so'mdan, 10 ming so'mdan chiqadi. Shashlikda. Bu qanchalik realniy? Nima deb o'ylaysiz? O'zi siz ekspert fikrsiz, oshpazsiz, shu sohada yuribsiz, men bilmayman. Go'shtga qancha protsent qoladi, foyda qiladi, bilmayman.
u qanchalik real u narsa? 10 ming so'm. Bir issiqqa 10 ming so'mda. U foydasi qoladimi unda o'zi? Undan keyin halollik qoladimi? Endi men bilmayman-ku, shuni sizdan so'rayman. Yo'q, halollikda babi halol. Masalan, Buxoroning ko'p restoranlari to'g'ri, ular halol ishlaydi. Ko'pisi halol ishlaydi. Sizga masalan eshak go'shtini sotmaydi-ku, arzon qilib u eshak go'shtini olsa ham o'sha Nevigitni chiqadi. Nevigitni chiqadi. Ha, shunday chiqadi. Balki nevigitni chiqsa kerak. Eshakni o'zi yo'q baribir. Eshakni o'zi qo'ymagan topmaysizda. Yo'q, bu aksiyalar kelib qolsa, endi aksiyalar desak, o'sha narsa masalan shashliklar desak, 400 ha. 100 ming so'm desak. O'sha sotayotgan shashlik bo'ladi baribir. O'sha sotayotgan shashlik prosta grammi kam bo'ladi, gramovkasi kam. Ular qanday yutadi? Oddiy shu shashlik o'sha go'sht masalan halol go'shtni oladi baribir. Ular ham endi biladi-ku, o'zini o'zg'ori bo'lachasi yediradi. Siz o'sangiz ham uydagilaringizga yedirasiz, men olsam uydagilarimga. Ular ham hammasini kallasi bor o'sha odamlarni ham. Endi bu xalqimizga ular nima qilyapti? Yaxshi bo'lsin. Manfaat bo'lsin. Marketingda qarang. Manfaat bo'lsin. Raqibat qarang, o'zi bu narsani qilyapti-ki, u yerdan 3 ta masalan tovuq chiqibdi. Bu yerdan boshqa narsa chiqibdi. Ha, qo'shimchasiga foydasi yo'qdan chiqadi. Ha. Shunday. Ular oddiy o'zini tashligini qiladi. Masalan, o'zim qilib ko'rganman. Qancha chiqadi o'zi? Tanasi qancha? Shunaqa oddiy shashlik qilasiz-ku. Deyilgan otini aytmasdan iloji yo'q-da, chinor shashligi bor-ku, katta ko'rgansiz. Endi misol keltirish kerak, chinor shashlik. Mana shu aksiya yo'q menimcha. Yo'q, aksiya emas. Chinor shashlik bu katta. Xuddi o'shana razmerdagi shashlik o'zi tani necha pul chiqadi? Tan narxi. Ha, tan narxi o'zi. Endi qarang, har xil restoranlar har xil foyda, har xil go'sht bo'ladi. O'sha misol uchun chinor deyapman, sababi chinorning katta go'shtlari. Kusoklari где-то 150 gramm, 170 gramm shunaqa adashmasam. Shu endi masalan restoranlar bir xil, har xil qiladi. Masalan, biz masalan kelsak 100 gramm qilamiz. 100 gramm qilamiz. Kuskovoy bir xil qiladi, 150 qiladi. Bir xil joylar bor 250 uradi. Bir xil 200 uradi. Kavkazmi oddiy unaqasi prosta narxi baland. Masalan, shashlik porsi bor 130 ming so'm aralash bor, qarang. 130 ming so'm bilan. Qaysi deylik bizda 100 grammlik o'zi tanasi necha pul chiqadi? Tani. Bir siq shashlik demoqchimiz. Bir siq shashlik. Kuskovoy. Endi Kuskovoydan unchalik bir siqiga qarang, 5 ming so'm foyda qolsa kerak. 100 grammlikdan 20 ming desak, menimcha 5 ming so'm, 4 ming so'm atrofida. Mana shu. Ama g'ijduvon shashliklari bo'lib kichkina bo'ladi. Mayda tugul. Ha. Ular o'zining balchiklari bor. Ular qancha? Endi ular 100 gramm bo'lmasa ham kerak, undan ham kammi ular? 70 grammmi, 80 grammmi? Ular kichik-ku. Narxi ham shu. Masalan, bizni shahar o'rtacha hisoblasak 85 yo 88 shashlikning porsi bo'lsa, u yerga borsangiz 60 ming shu. Ular qarang, biz mayda urayotgan bo'lsa, ular grammovkasi menimcha 80 gramm, 70 gramm ana shunaqa atrofida uradi-da. Qiymasini ursa 80 gramm uradi. Qiymadan normalni tashlaydi. Ha, qiymadan normal tashlaydi. Qiymaga o'zi sostav qanday bo'ladi? Hammaga har xilmi, bir xilmi sostav qiyma? Endi hammaga har xil. Buni umumiy olganda universal qiyma go'shtning sostavi nima deb bo'ladi? Oddiy go'sht, oddiy qora go'sht. Go'sht, men eshitganman, go'sht, non bo'ladi uning ichida. Yo'q, u non vaqti nima deydi, zavonlarda qolib ketdi u narsa. Nima? Hozir ham qo'shadi-ku. Yo'q. Oddiy shu qora go'sht, oq yog'li go'sht. Yo'q, unda nima qiyma beradi? Piyoz, prosta uni mesolkani o'tkazasiz. O'sha oddiy narsa chiqadi. O'sha oddiy narsa tarkibiga hech kim unaqa kufsu fox solinmaydi. U narsaga hech narsa. U narsaga kufsu qilsangiz ham o'xshamasligi mumkin menimcha. Nimaga? Shuncha kiloga go'shtligingiz nobud bo'ladi-da menimcha. Mana shu. Lekin non qo'shmaydi ko'pisi. Non qo'shmaydi. Yo'q. Eshitganman, avvalgi odamlar qo'shgan. Qiymaga non qo'yishgan, karton qo'yishganmi? Karton? Nima qo'yishganda endi eshitishim bo'yicha shu. Keyin yana bitta narsani mifmi, bilmayman, rostmi yolg'onmi, bitta eshitdim yana. Masalan, restoran kirasiz, klient kamku. Ovqatlar ko'pincha qolib ketgan. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, sho'rva pishiradi-ku. Shu endi bir qozon pishiradi. Bitta kastrulkachada pishirmaydi, bir kishilik qilib. 100 kishilik qilib sho'rva pishiradi pishirsa. O'sha 100 kishilik qozondagi, masalan, deylik 10 kishi yedi o'sha kuni. Tamam, o'sha ovqat to tugagunicha marazlikda turadi. To 1 oy, 2 oy to tugamasin, o'sha narsa ketmaydi. Yo'q, 1 oy, 2 oy hech qachon turmaydi u narsa. Qancha turadi maksimum? Hech qachon uncha ko'p bilan tursa, 1 hafta tursa. 1 hafta. Lekin uni qarang.
oshpazlarni o'zi biladi. Qanday saqlashni, klientga berib bo'ladimi, yo'qmi? Masalan, keyinisi nima bo'ladi? Hammasini tekshirasiz. Masalan, savdo bo'lmadi desangiz, masalan, siz sho'rva qildingiz. 300 kishiga yarasha qilasiz. Masalan, savdoga qaraysiz, masalan, savdo bo'lmasa 200 kishiga, 100 kishiga qilmaysiz u narsani. O'zi sezasiz. Uni o'zi nima desam, power professional biladi u narsani. Tushunarli. U sizga uni yaxlatsa ham sizga marazinlikka desangiz, ko'p unaqa bo'lmaydi. Ko'pisi bilan qarang, 4 kun, 5 kun tursa deng. Hech nima bo'lmaydi u narsa nimaki. Bir xil powerlar bor qarang. Hammasini 10 kun yeganman. To'yimdan qolgan go'shtni 10 kun yeganman. To'yimizda endi marazlikka zaman ushlagan-ku siz. Siz bir narsa bo'ldi. Bir hafta yeganman, marazlikda turgan go'shtni muzlatib qo'yganmiz. Bitta ovqat bor, shu odam yo'q hech qachon va'da urmaydi, bu ham go'sht deb o'ylaydi asli. Lekin menga shunday tuyuladi. Odam zotni ya'ni badizga urmaydigan, ko'nglingizni qancha yesangiz ham ko'nglingizni ozdirmaydigan bitta ovqat bor deb hisoblayman-da. Bu ham go'sht deb o'ylayman. Boshqa nimani yesangiz hadeb yeysiz. Go'sht yemaydiganlar ham bor. Endi vegetarianlar aytasizmi yo kambag'allarni? Yo'q, endi desangiz. Vegetarian, babu kambag'al bo'lsam, babu go'sht yeydi. Bir haftada bir bo'lsa yeydi. Vegetarian bor, uni o'ziga so'zsiz ham yemaydi, qaytaradi-da. Yeb bilmaydi-da, endi shu. Endi nima desam, go'sht ham asalni ham o'zi shirin-da. Vegetarianlarga qanday qaraysiz? Fikringiz qanday shunaqa? Endi ular bilan ham men ishlaganman, vegetarianlar bilan ham ovqat tayyorlaganman. Juda injiq bo'ladi ular. Men o'shalarga qo'shilaman. Vegetarianlar ko'paysin deyman-da. Yo'q, to'g'ri, shunday. Chunki go'sht bizga ko'proq qoladi. Ular yemaydi, bizga qoladi go'sht. O'shalar nima bilasizmi, sog'lomroq bo'ladi bizdankilar, nimaga deng? Yo'q. Kategoriyasiga qo'shilaman bu gapga, yo'q. Yo'q, to'g'ri. Shunaqa fermentlar bor, endi bu biologiyada, endi men ham aniq fermentlarni ayta olmayman, biolog emasman. Endi o'zimni sayyoz fikrimni aytaman. Shunaqa fermentlar bor, faqat go'shtda bo'ladi. Faqat go'shtda bo'ladi. Bor. Boshqa sabzavotlarda yoki ham dukkakli unaqalarda bo'ladi o'sha narsa fermentlar. Lekin u narsalarni olish uchun juda ham katta ob'yomda yeyishingiz kerak-da. Masalan, go'shtni 1 kilosini yesangiz, u narsa misol uchun deylik 1 oylik zapasingiz o'sha mikro nima deydi uni? Vitaminlar xullas. O'sha vitaminlar o'sha 1 kilo go'sht yesangiz, o'sha bilan 1 oylik zapasingiz to'lsa, o'sha 1 oylik zapasingiz to'ldirish uchun masalan o'sha dukkakli o'simlikdan 1 kilo emas, 1 tonna yeyishingiz kerak-da xullas. O'sha narsa singishi, tanangizga singishi uchun. To'g'ri, lekin biz uchun bu narsa to'g'ri, lekin ularga bu gapingiz ta'sir qilmaydi. Nima desangiz ham vitamin deysizmi? Ularga po'xuy. Nima desangiz ham endi. Shuna bo'lgan, men go'shtni bir qaynatib berganman, allab qani ye deb. Yemaganda tovuqni mana ozgina yesa kerak ular, tovuq. Hayvonlar qiynalib o'lgan. Shunday-da, ularni endi u ham vegetarianlarga bir e'tiqod-da, to'g'risi, ishonch. Nimaga ishonadi ular? To'g'ri qiling, siz o'rdaksiz, sizni so'yishmoqchi, siz rozi emassiz siz so'yishlarga. Va siz norozi bo'lib o'lganingiz uchun, ya'ni siz yashashingiz kerak-ku tabiiy holatda. Zurriyot qoldirishingiz kerak, yana bir bola bo'lishi kerak. Sizni imенно shu uchun o'ldirishdi, ular shu o'ldirilishga qarshi bo'lgani uchun bu go'shtni yemaydi. Tushunyapsizmi? Tipa bu boykot, go'shtga boykot. Hayvonlarni qiynashni bas qiling degan ma'noda. Endi uni yo'q, bu mantiqsiz emasmi? Shunday ekan, lekin qarang. Qo'y qanday yaratilgan, masalan, sigir qanday yaratilgan, ular o'zi shu uchun yaratilgan, qurbonlik uchun, masalan, yeyish uchun-da. Go'sht bizni yeyish uchun halol-ku. Go'sht o'zi shu uchun yaralgan ular. Boshqa narsa uchun emas. Go'shtni masalan shu uchun yaralganmiz, so'yib yeyish kerak. Tamam. O'zini qonun qo'jasi bilan so'yib uni yeyish kerak, tamam. Shu. Hech qanaqa u norozi, rozi, nimaga unga aqli yo'q. Nima o'ylamaydi? Aqli yo'q, til yo'q gapirmaydi. O'zini qonun qo'jasi bilan so'yasiz, halol bo'lib yeysiz endi. Uni boshqalari ham bor yana. Fruktologlarmi? Vegetarian-ku? Fugitarianmi? Fruktarianmi? Xullas, endi qarang, gapni eshiting. Mevani, sabzavot uzyapmiz-ku yerdan. Endi ularni ham biz norozi qilayotgan ekanmiz ular, yerdan uzatganimizda. Tushunyapsizmi? Uyiga yeyish kerakmi? Yo'q. Olmalar to'kilib tushadi-yu.
Xo'p. O'zi uzilib tushadi. o'zi tushadi, roziligi O'zini bilan. roziligi bilan uzilib tushadi. O'sha lafza deyish kerak ekan. Oho. Endi men bilmayman, sabzi qana o'zini roziligi bilan yerdan chiqadi, men bilmayman. Iltimos qilasizmi? Iltimos sabzijon chiqib yerdan yeylik biz seni. Bahodir bitta bloger aytdi, maymun biznesi bizada rivojlangan deydi. Ya'ni bizada rostdan maymun biznesi rivojlangan. Ya'ni nima u? Bitta kishi kafe yoki restoran ochadi, yonidan yana bitta restoran, kafe ochiladi-da. O'zi bu shu qanchalik to'g'ri, qanchalik o'zi biznesga yaxshi bu narsa. Misol uchun ko'rasiz, 4 ta podrat restoranda, u qanday qilib u Bu savolingizga kelsak, bu yaxshi lekin menimcha. Mana shu yaxshi. endi Nimaga klient uchun yaxshi. raqobat, Yo'q, raqobat, klient mijoz raqobat uchun bo'ladi, yaxshi, ha. biznes uchun. Biz shunaqa endi qarang. Keyin 4 ta restoran bo'lsa, 2 ta bo'lsa ham qarang, u bir-biridan o'tish uchun harakat qiladi. Ana bitta 2 ta yolma-yon bo'lsa ham bir-biridan o'tish uchun harakat qiladi. Bu ovqat chiqarsa, bu ham chiqaradi. Konkurent. Bu narsa juda katta unaqa, masalan, o'sish shu restoranni yordam beradi-da. Yordam beradi. Albatta, bu siz ana qarang, sizni yoningizda sizga pul bor, unga ham pul bor. Masalan, u qo'shningiz zo'r qilyapti, ovqatlarni chiqaryapti, blogerlarni olib kelyapti. Siz qarab o'tirmaysiz-ku. Siz ham undan o'rnak olasiz, siz ham boshqa narsani olib kirasiz. Endi birinchi kelayotgan odamga g'alati tuyuladi, nimaga 4 ta osh center. Hech bo'lmasa bittasi fast food, bittasi osh, bittasi mana deylik fransuz oshxonasi, bittasi ana Xitoy oshxonasi bo'lsa, endi har xillik bo'lardi. Ya, to'g'ri. Lekin baribir hamma aka o'zini, nima deysa, rizqini oladi, o'zini nasibasini oladi. Nima qilsangiz hamda. Masalan, men oddiy bo'lsam, sizniki qasr bo'lsa, sizga bo'lmaydi, menga kelishi mumkin. Yo, nima desa-da baribir bizni aytganimiz bo'lmaydi, короче. Ha, shu. Bizni aytganimiz bo'lmaydi. Hamma o'zini rizqini oladi. Xo'p, 10 ta restoran qator bo'lsa, 100 ta restoran bo'lsa ham hamma o'zining nasibasini olib bir kunga Ha, nima yozilgan o'shani olib ketadi. tushunarli. Endi u farq qilmaydi u siz nima qilsangiz. Lekin raqobat kuchli bo'ladi. Bir-biridan o'tay deydi masalan. Shu. Kulgili savol berish mumkin, lekin nimaga doim oshpazlar semiz? Men hech oriq oshpaz ko'rmaganman. Yo oriq oshpaz bo'ladi, endi menimcha shogird bo'ladi, menimcha hali ishni boshlamagan. Ko'p go'sht yeymizda, ko'p go'sht. Ko'p go'sht yeymiz, go'sht. Har safar pishirayotganda bitta Yo'q, yo'q, вообще bu narsa. rivojlangan. Yo'q, endi qarang, nima bu oshpazimiz ko'p, men ko'pincha ko'p narsa yemayman. Ma'lum. Ididan to'yamanmi, nima ididanmi? Shu oshpazlar ham shu menimchalik ko'p yemaydi, ular oddiy yesa shu el qatori yeydi. Ana shu biz masalan o'zim masalan sheriklarim bo'lsa ham ko'p narsa yemaymiz. O'zini pishiramiz, menimcha qo'l appetit bo'g'iladi, xuddi yeganda bo'lamiz, masalan, boramiz bir obedga ozgina narsa yeymiz, ujinga bir shu odam qatori yeymiz, qorin to'q, tamom. Yeyishimiz mumkin, masalan, oshpazlar nima deydi? Prezident nima deydigan narsani yeydi-da baribir. Yaxshi narsani yeydi. Masalan, ovqat poshoga kelsam birinchi posho yegan narsani yeydi, birinchi o'zi yeb ko'radi. Ha, baribir. Poshoda kun ko'ramiz, poshoda yashaymiz shu. Shunday. Yo'q, unarimni yaxshi ko'raman lekin. Sen ham yaxshi ko'raman, nasib bo'lsa. Orzular ko'p. Niyatlarimiz ko'p. Bahodirni tangim ko'rgansiz-da? Tangim ko'rgansiz. O'shanda qaysidir bir epizodda bor edi, esimda yo'q. Hidsiz ovqat, ya'ni hid bilish nima, ta'm bilish yo'qotadi tangim. Koronavirus bilan. Ha, koronavirus bo'lgan bo'lsa kerak. O'shanda hid ta'm bilishni bilmasdan ovqat pishirib, mazali ovqat pishirib, shoh unaqasini qozonadi-da. Shu narsa o'z imkoni bormi? To'g'ri, bor, albatta. Ta'm hidni bilmasdan turib pishirish mumkinmi? Menga ham necha marta bo'lgan endi. Necha marta bo'lgan. Koronavirus bo'lganmiz. Yo'q, masalan, ro'za bo'lganmiz, ha. Ro'za Yo'q, unda hid sezasiz-ku baribir. Hid bilan uni farqlay olmaysiz. Unchalik biz u daraja mashhur yo professional emasmiz. Hiddan endi hidni baribir nimani hidini sezamiz. Eski bilmaganmiz, shuni ko'ramiz, tamom. Lekin qarang, tuzini bermasdan ham men o'zimchalik o'zi bilaman-ku, normasini o'lchamasdan shuni berganman. Vaqti ana shu nima deydi, bizga ro'za payti bo'ladi, klientlar keladi baribir. Hamma ham tutolmaydi-ku. O'sha payt pishirib berganman, tuzi yaxshi chiqqan, lekin bilmagan tuz baland yoki tuzi past. Mazasi-chi, tuz ham mayli. Mazachi. Maza o'sha bir xil chiqadi. Bir xil, ha? Ha, endi qilayotgan ishingizni har kun shu ishni qilasiz-ku. 6 yildan beri qilyapsiz bitta narsani.
Masalan, uddalaysiz. Ozgina o'xshamasligi mumkin, ozgina. Lekin unchalik farq qilmaydi. Siz ham endi может kam berishingiz mumkin tuzini, lekin ko'p bermaysiz o'sha payt. Может kam past berishingiz mumkin o'sha payt. Bahodir eshakni tugatdik mavzusini. Umuman olganda shu mol go'shtidan boshqa yana qanaqa ekzotik hayvonlar go'shtidan biron taomlar pishirgansiz? Mol go'shtidan boshqami? Endi ot, mol, qo'y go'shtini chetga suramiz, tovuq go'shtini chetga suramiz. Yana qaysi hayvonlar go'shti bilan taom pishirib bergansiz yoki tatib ko'rgansiz? Xo'p, bunday kelsa, ko'p emas, ozgina shu kiyikni pishirib berganmiz. Kiyik. Kiyik go'shtini pishirib berganmiz. Qattiq bo'ladi. Ha, qattiqroq bo'ladi, lekin pishdiki juda shirali. Вообще cho'tki chiqadi lekin u kiyik go'shti. Yeb ko'rdimmi? Yaqin yeb ko'rdim. Go'shtlardan ko'ra shirin chiqadi, juda shirin chiqadi. Cho'tki chiqadi uni. Qattiq, to'g'risi, balki pishira olmagandirmiz, qattiq bo'ldi. Xuddi xom go'shtda. Boshda tashab qo'ydik, boray dedik. Shunday turibdi. Keyin och qolgandan keyin bir o'sha zavtrda ko'rdik-ku, bo'lmadi-ku, ketdik. Ujunga keyin totaqam sen yo'q, bu tarafdan sinab ko'rdik, bu tarafdan urinib ko'raylik, qani yeb bilamiz. Cho'tib bilmayapti. Cho'tib bilmayapmiz. Yana qaysi? Ilonni pishirib berganman, ilon. Ilon. Ilon go'shtini pishirib Tovuq go'shtiga o'xshaydi deyishadi, rostmi yo'qmi bilmayman. Yo'q, unchalik emas. O'zi qizil bo'ladi rangchasi ozgina uni. Bilaman qanaqa ilonni pishirdim, lekin o'sha payt bittasi olib kelgandi, pishirib bergandim. Shu o'zimizda kichkina ilonchalarmi yoki katta-katta ilon? Yo'q, katta edi. Katta edi, u endi nima desam, bir 2 yil oldin edi. Bittasini uyga borganda endi ilon olib kelgan ekan. Endi nima desam, o'zi tozalab, unaqa qilib qo'ygan, endi shuni pishir dedi. O'shani pishirdik endi birdan. Yaxshi qilib narsa qilib pishirdik uni. Hiç zo'r xarajat qildi ichiga, hamma narsani soldik uni. Normal rasxod bo'ldi unga nimaga. Mazasi yaxshi bo'lganiga yarasha. Mana shuni tabaqa suzdik. Kabob bo'ldimi? Sizday bo'ldi, shuni kabobchadan. Ha. Shunday tarsonga qo'ydik u narsani endi. Narsani o'tirmasa endi o'zim yemayman dedim men. Endi o'zini 2-3 ta balachiklari bor edi o'sha payt u narsani. Shunday bitta tishlaganini biladi, shunday qaytib qo'ydi. Pushaymon yedi o'zi hamda endi yegan o'ganiga endi unga qarashib 500 ming ketgan edi ichiga mahsulotlarni o'zi. Mana asosan uni birinchi qaynatib yeb ko'rish kerak. Nima qilib kelgandik. Qattiq bo'lganda yana qattiq. Shuncha pishagan ekan ham qattiq. Yana qattiq chiqqan. Nima endi nimaga bunchalik ilon qaraydimi? Ilonga bir endi. O'zini ajal bilan o'lganmi ilon? Hech kim tegmadi unga endi. Men chetga o'tirib qizarib endi nima qildim endi. Pishirmagan-ku men endi ilonni. Aybsiz-da shunday, to'g'ri-da biladi. Pishira olmagan. Kimda bir ilon demaydi endi. Ilonni ayblayman, ilon. Yaxshi pishmading deb. Shunday. Hay, kiyik bo'ldi, ilon bo'ldi, yana nima qoldi? Eshak qoldi. Yo'q. Nima qoldi yana? Ilonni pishirib beribsiz, hay, yemabsiz, kiyikni yeb ko'ribsiz, hay. Yana qaysi? Bordir yana, kalta kesakmi, toshbaqami? Toshbaqani ham yeyishadi bizda. Yo'q. Kalta kesak ham. Bizda yemishmaydi, Yevropaga. Yo'q, kalta kesak pishirgan ko'rganman. Yo'q. Lekin menga tegishmagan. Aytmayman qaydaligini. Buxorodami? Ha. Kalta kesakmi? Ha. Kalta kesak lekin u Tegishmagan. Balki bahsga qarshidir. Yeb ko'ring uni ham bir bunday. Qisir qilib. Eshakni qo'ying, eshak. Eshak bo'lish tema bilan. Eshakni quloq katta bo'ldi yana. Qizarayotgandir qulog'ini. Shu eshakka yopishdik boshidan. Birontasi montaj qilib eshakni. Eshakni qo'ying bilan montajga bunday chiqsin. Men nima qildim axir? Aybim nima meni? Yo'q, ablashkasiga shunaqa eshak qo'ying. Eshak go'shti sirlari professional oshpazdan deb. Eshak pishirgan oshpaz deb. Kino chiqararmiz moshit. Kino bo'lib eshak. Voy bilan, eshak pishirgan oshpaz. Qo'ying, hamma ish qilib haydalaman keyin. Qo'yinglar, maqal. Yo'q, endi. Pishirib berganman lekin o'zim. Xomini pishirib, o'sha qaynatib beralarmi, qovurib beralarmi? Qovurib ham pishirib beradi, shashlik ham qilganman. To'g'rimi? Endi o'zini uni ham unaqalari bor. O'zi yog'mi nima-ku, pon yog' bilanmi kecha? Go'sht emas u. Xuddi tovuq go'shtiga o'xshaydi o'ziga. Tovuq go'shtiga o'xshaydi. Yemaganman lekin. Yeb pishirib beramiz sizga.
Ha birovga Ammo maza pishiradi u. Axir usullarda pishirib bo'ladi bu narsa, lekin o'zi halol bu? yo'q. Halol bo'lsa. Yo'q. Lekin hiyla baribir. Lekin yilladi, to'g'ri. Bahodir, Aha. qassobning qizi tez katta bo'ladi, tez ulg'ayadi deydi-da. Bu gap qanchalik haqiqatga yaqin? Qassobning qizi tez katta bo'ladi. Qaydan bilay, meni qassob tanishim yo'q. Ko'p go'sht yedim u ham. Ha, menimcha gap shunga taqalgan bo'lsa kerak, go'sht yeyishdadir balki. Endi qassob deganda ular go'sht deb yemaydi-ku endi ular ham. Ha, go'sht sotgan odam go'sht yemaydi. Ha, yesa kerak endi siz nima kuniga 10 kilo go'sht yemaydi-ku. Bo'zi savol. Har kuni buqasi yeydi odamlar. Tovuq sotuvchi nima qiladi? Tovuq yeydi faqat. Semiradigan qizi. Men bironta ariq tovuq sotadigan qiz ko'rmaganman. Qaysi magazinga borsam tovuq sotadigan ayol hamma suyimiz lip-lip tovuqda yesamiz biladi. Birovlar biladi-da, birovlarcha. Birovlarcha biladi. Eshak Siz aka kelganingizdan beri eshak tema boshlayapsiz, bilmayman. O'zi o'yladi-da, tilimdan ketmayapti. Shu kun Eshakka dum bormi o'zi? Eritib bo'lmaydi. Bahor bilan kechqurun uxlayotganda eshakcha. Eshakcha. Shiraga tushib ko'rib endi. Shiraga eshagini. Dinozavr machalar berdik. Dinozavr. Xunukligini dinozavr. Eshak bilan dinozavr machasi. Ko'rganmisiz? 3-qismi? 3 keladigan eshaklar. Eshak 3 keladi. Oho. O'sha chotki tanlangan lekin o'zi o'sha birinchi qismini ko'rganimda o'sha dinozavr ko'zini suzishdan cho'ta nimadir sezuvdim o'sha eshakka ko'ryapsiz. Ko'zini suzadi. Toshchasini ko'rganmiz uni? Yo'q, ko'rmagan. Eski telefonlarda bilaydi knopka. Qadamiga so'kadi. Panjarada maktab payti qirdik telefonchalarda, prikolchalar bo'lardi har xil. Ko'rgansiz? Eshakni, ko'prikdan tashlagan videosi bo'lardi. Unutmanglar. Undan ko'radi. Oyda. Esir paytlaydi o'sha paytlar. Har xil. Bobo eshakdan tushadigan, yosh. Eshak tushib ketadi. Kana muzik davri bobo bibi bo'laydi. Melman daraxtdan tushib keladi-ku, yalqov. Muzik davri mamont bo'ladi, belbars bo'ladi. Bobo bibi deb tushadi daraxtdan, ko'rgansiz shu? Ma'qul deyapsiz? Muzik davri. Muzik davri deyman. Boshqacha tushundim, qazoqchami? Ha, qazoqcha. Arabchami? Daraxtdan tushadi-ku, bobo bibi deb. Bobo o'sha chidirkani chindirishadi. Gujuraftino. Animega qiziqasizmi, Bahodir? Yo'q, lekin. Yo'q, umuman ko'rmagan ko'rinmayman. Anime so'zini bilaman tamom. Anime emas, anime. Anime so'zini bilaman tamom. Muayyan bilaman. Hech qiziqmagan ekan. O'zi anime nima? Hay, ko'rmagan siz o'zi nima deb tasavvur qilasiz? Tasavvuringiz nima anime? Anime shu multik unaqachalar bilan shuni nimaku? Multikcha unaqa rasmchalar, unaqalar. Keyinchi tushuntiravering, men keyin qanchalik darajada bilishingizni ma'lum qilaman. Animechilar menimcha shu multikchalarni, qahramonchalarni unaqa. Ya, oddiy multikdan farq qilmaydi unda. Agar u multik bo'lsa, multikdan oddiy multik bu-ku. Yo'q, anime menimcha bir eshitganman, menimcha unaqa deb o'ylayman. Nima desam? Gaplari, nima desam, haqiqatli, unaqali. Ibratli videolar? Yo'q, ibratli emas. Bir xatoliklarni aytganda, animechilar bor degan. Gapini bir unaqa mag'zini cho'qsang degan bir shunday deganda, nima desam, rus bo'ylikmi, qanaqadir-da, unaqa emas degan-ku. Nima deyapsiz shu? Haqiqat go'ylik. Yo'q. Multik o'sha, multik prosta. Bir xil joylari bormi shunday? Nima desam? Qanaqa joy? Yomon bashalarga ta'sir qilib, miyasiga ta'sir qiladigan joylar yo'q-ku, to'g'rimi? U bor, u hentai. Ha, buni? U boshqa janr. U hentai deydi. U hentai 18 plus. Bu o'zi anime qanday, shumi? Ana, umaganda bu ham asli multiplikatsiya, bu ham multfilm, kategoriya bo'yicha o'zi multfilm bu ham. Ya'ni chiziladi-da, bu qo'lda chiziladigan narsa multfilm. Ha. Prosta bu nima uchun anime deydi? Sinopsis.
Nima uchun buni anime deydi? Bu Koreyadan kelib chiqishi asli Koreyada. Koreyadan kelib chiqqan bu narsa va koreyslar o'zini производстводagi narsalarni o'zini nom bilan nomlash yaxshi ko'radi. Masalan uchun oddiy muzika, lekin K-pop nimagadir. Koreyskiy pop. Oddiy muzika, hamma qator muzika, qo'shiq, klip, lekin koreyskiy pop, K-pop. Masalan uchun nima? Oddiy serial. Yo'q, serial deyish kerak emas, dorama. Oddiy serial emas, u dorama. Drama ham emas, yo'q, u dorama. U serial ham emas, u dorama. Multik emas u, anime. Komiks emas u, manga u. Tushunarli. Hentai, uni tarjima qila olmayman, lekin o'zining fanatlari bor, ko'radi, biladi hentai. Hentai endi qanday tushunadi? Hentai endi 18+. O'sha animening 18+ varianti. Ha, bo'ldi. Tushundingizmi? Shart maqsad. Bir ko'rishga qo'ysin. Uyga borib ko'raman men. Hentai edim. Hentai. Kertai. Hentai. 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 Ana muzika boku. Sizlarga tavsiya beramiz. Hentai. Yamete kudasai degan ovoz bor eshitgansiz? O'shandan o'sha. U hentayniki u. Eshitgansiz demaga, yamete kudasai da, u hentai u. Lekin shu kamera bo'lku, hammasi baribir ichi Sony. Matritsasi Sony deb eshitganman. Sony endi sotib qo'ygan ekan, kuponli baribir nima bersa dekanlarimiz Sony'niki ekan. Matritsa bu qarangda patent degan narsa bor. Patent to'laydi. Patent. Yo'q, nimadir yaratasiz-ku. Nimadir yaratganingizdan keyin patentlaganingizdan keyin u narsadan deydigan kimdir suvni sun'iy ravishda yaratishni patentladi. Ya'ni hozir yer yuzida suv tugasa, o'sha odam, o'sha patent olgan odamdan iltimos qilib, ruxsat so'rab, iltimos siz patentlangan shu suvdan biz ham yarataylik deb o'sha qilib suvni oladi. U suvni yaratishni patentini oladi. Bu ham xuddi shunday narsa. Любой texnika, yangilik, biron ilmiy yangilik bo'lsa, uni patentlaydi. Bu bir tarafdan yaxshi. Nimaga? Chunki bir kishi uni mehnat qilib, uni yangilik qiladi, uni fanga kiritishga harakat qiladi. Albatta, uni mevasini olish kerak, uni orqasidan pulini topish kerak. Mana shunday qilib kamerani ba'zi bir aksessuarlari, ba'zi bir o'sha narsalar patentlanadi. Va uni patenti qanday aylanib o'tishi mumkin? Masalan uchun, u qaysidir moddadan foydalanib, shu masalan uchun matritsani yaratgandir. Shuni aylanib o'tish uchun bular masalan uchun kremniydan emas, boshqa moddadan foydalanib o'sha matritsaga yetib borishadi, o'sha matritsani yangitdan yaratishadi o'shani. Ko'p narsa patentlangan, ko'p narsa monopoliya. Masalan, Sony kompaniyasi ko'p texnologiyalar Sony kompaniyasiga tegishli yoki shunchaki Sony kompaniyasi juda ham sifatli qiladi. Shunchaki sotib olgan arzonroq tushadi, o'zingizni unaqangiz yaratgandan ko'ra. Toki bu narsa siyosat aralashmaguncha kapitalistik nuqtai nazardan tayyor narsani sotib olish arzonroqqa tushadi. Uni noldan yaratganga. Velosiped noldan yaratgandan ko'ra kimdir, masalan, Sasha aka veligini balonni yasaydi. Pasha aka masalan veligini to'qimini yasaydi. Siz nima qilasiz? To'qimni o'zingiz noldan tikmaysiz-ku. Pasha akadan tayyor sotib olasiz-da, tayyor veligi yasaysiz-da. Mana Vaqt ketadi. Vaqt ketadi, resurs ketadi, uni keyin odam yo'qotish kerak. U osmondan kelmaydi-ku texnologiyalar. Uni yillar davomida u injenerlar uni o'ylab topadi. U uchun odamlar vlasht qilish kerak, pul tikish kerak u narsaga. U noldan bo'lmaydi. Yana bitta narsasi bor, nima uchun, misol uchun o'zingiz aytishingiz mumkin, nima uchun shu narsa o'zimizda qilmaydi deb. Masalan, GM ham nima uchun o'zimizda mashina yaratmaydi? GM masalan, любой texnologiya masalan, nima uchun o'zimizda protsessor chiqmaydi? Ana chiqadi Xitoyda, chiqadi protsessor deymiz, deyishimiz mumkin. Lekin buni sababi borda. Birinchisi o'sha aytib o'tgan texnologiya, u texnologiya osmondan kelmaydi. Uni yasash uchun, nima qilish uchun izlanish kerak, noldan yaratish kerak. Ikkinchisi esa bozor. Xohlaysizmi, yo'qmi? Siz shuncha narsa tikdingiz-ku, u narsani sotib oladigan bozor ham bo'lishi kerak. Endi tasavvur qiling, hozir siz masalan uchun pul tikib, million dollar, milliard dollarlar pul tikib hozir siz deylik qanaqadir protsessor o'ylab topsiz yoki kamera, telefon o'ylab topdingiz deylik. Xo'sh, u telefon narxi necha pul bo'ladi? Necha pul bo'ladi va savol, o'zbekistonliklar uni sotib oladimi? Sotib olish mumkin, lekin hamma sotib olmaydi. Siz hozir tikdingiz-ku, o'sha milliard dollar tikkan desak, hozir uni narxi misol uchun qancha bo'lishi mumkin? Deylik $1000 bo'lishi mumkin-da. Lekin u даже hatto u narsa
zamonaviy hozirgi mesela Intel boshqa kompaniyalardagi prosessorlardan yaxshi emas. Ya'ni nima zamonaviy emas-da. Mesela kuchli emas. O'sha hozirgi prosessorlar kuchli emas, lekin siz o'zingizni prosessor yaratdingiz, qanchadir pul tikib. Lekin shunda ham sizni raqobatchi prosessorlaringizdan siz kuchlisiz, narxi esa qimmat. Sababi siz hali endi kirib keldingiz-da bu bozorga. O'zi uchun programma yaratish. O'zi uchun programma yaratish ham xuddi shunga o'xshash. Uni prosta sotib olish kerak, sotib olish kerak. Dasturchilar uchun o'zimiz dastur yaratilmaydi. Bo'ladi, faqat katta masshtabdagi bo'lmaydi. Sababi uni sotib oladigan bozor kerak, sotadigan bozor kerak. Kino ham xuddi shunday. Hamma soha shunday. Qachon talab bo'ladi, keyin taklif. Uzr. Shunday. Qachon talab ko'p bo'ladi, o'shanga taklif bo'ladi. Qachon odamlar, qachon unaqalar tomoshabinlar kinoteatrga kiradi, kino ko'rishga, o'sha paytda biza normal kino olib, misol uchun patolog borda, patolog. Masalan, deyilgan qancha? 1 million dollar dedik, 1 milliard so'm. 1 milliard so'm patolog. 1 milliarddan qimmat kino olasiz. Qanchalik farq yo'q. 1 milliarddan qanchalik qimmat oling, 10 milliard oling, 100 milliard oling, patologda u 1 milliard. Undan qimmatiga kino olsangiz uje siz kinoningiz oqlamaslik mumkin O'zbekiston bozorida. Sababi tupa odamlar, uncha odam yo'q-da. Agar hamma O'zbekiston barcha aholisi agar hammasi 30 ming so'mdan, 40 ming so'mdan pul berib ko'rsa ham, deylik hammasi kinoteatrga kirib ko'rsa ham uncha pul chiqmaydi o'ydan, tushunasizmi? Patolog bor. Shu bozorni patologi. Sotib olish qobiliyati. Mana shunday. O'sha uchun bizda zo'r kino chiqmaydi, zo'r narsalar chiqmaydi. Hammasi chet elga ketadi. Bo'lsa, bo'ladi, boshlanadi startup. Shu yerda keyin chet elga ketadi ular. U tabiiy holda o'sish kerak. Bu yerda o'sishga sharoit yo'q. O'sish uchun yaxshi sharoit kerak. O'sish sharoiti yo'qda, emas ketadi shu. Ammo bular daromad kelsa ham beram qilib bo'ladi deyman. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nega sharoit yo'q baribir. Yo'q, sharoit emas, sharoit gap bozorda, bozor yo'q. Tovaringiz bozor sotasizmi? Hamma arzon narsaga o'chadi. Yo'q, sotib oladigan bozorni hajmi kam. Hajmi kam. Xitoyda nima uchun? Zo'r odam qo'yadi yo'lda. Siz o'zi iPhone'dan zo'r telefon chiqarsangiz nimaga baribir yo'q, chiqara olmaysiz iPhone'dan zo'r. Yo'q, qarangda, baribir zo'r chizib, lekin baribir buni sindira olmaysiz menimcha. Yo'q. Zo'r chiqarsangiz. Yo'q, bir-biriga bog'liq narsa, qarangda, bir-biriga bog'liq narsada bular. Prosta zo'r deganda siz buni ortida narsa bo'lish kerak, zo'r. Zo'r bo'lish uchun siz zo'r kompaniya bo'lishsiz yoki puli ko'p kompaniya bo'lishsiz yoki orqangizdagi o'sha ilmiy jamoa, o'sha yangilik qiladigan jamoangiz, o'sha injenerlaringiz yoki shunga o'xshagan xodimlaringiz zo'r bo'lish kerak-da. O'zi zo'r bo'lmaydi kompaniya. U zo'r bu xuddi hech kim xabar yo'q edi, bugun Tesla kompaniyasi birdan paydo bo'lib qolganga o'xshash narsa-da bu. Uxlayotdingiz, ertalab tursangiz yangiliklarda Tesla kompaniyasi Apple'ni yo'q qildi. Bular Tesla kompaniyasi yo'qdi-ku kecha. Qayerdan paydo bo'ldi deganda gapda u, tushunasizmi? U sekin-sekin bo'ladigan narsa-da. Tesla telefon chiqaryapti. Tesla chiqaryapti, lekin ana shuncha qarang. Qancha bu? Dunyodagi eng boy kompaniya Tesla, to'g'rimi? Xo'p. Unaqasi bo'yicha, aksiyalari bo'yicha dunyodagi eng boy kompaniyalardan biri Tesla. Lekin nimaga iPhone'dan zo'r telefon chiqara olmaydi? Puli ko'p-ku. Puli ko'p. Pul tiksa bo'ladi, lekin chiqara olmaydi nimaga? Ko'ribsizmi, puli bo'lgan taqdirda ham qila olmaydi nimaga? Masalan, nimaga ana Xitoyni olaylik, Xitoy. Butun bir davlatni olaylik, davlat. Ana Tesla kompaniyasini olaylik, davlatni olaylik. O'sha Elon Musk'ni SpaceX degan naqasi bor, loyihasi bor bilasiz. Kosmosga narsa uchiradi. To'g'rimi? SpaceX bu deb firma, xususiy firma. MSH deganda narsa. Xitoy bu davlat. Yaqinda sotib oldi. Xitoy bu davlat, yo'q, sotib olibdi. Boshdan unaqa o'zining startupi. O'ziniki edi. O'ziniki startupi. O'zikda ijobiy startup bor. Pul to'g'otgan. Hozir ikkita ijobiy startup bor. Tesla bilan SpaceX. Tamam, boshqasi. Qolganlari Hyperloop har xil narsalar bor edi, ular yemadi. Qarang, puli bor, to'g'rimi? Mana shu. Xitoyni oling, ana SpaceXni oling. Xitoy qayerda hozir, SpaceX qayerda? Ya'ni unaqa bo'yicha, texnologiya bo'yicha. Endi bular demoqchiman, bular bir kunda bo'ladigan narsa emas, bu yutuq, texnologik yutuq bu. Vaqt davomida erishiladigan narsa. Vaqt davomida pul tikib, vaqt davomida bu amalga oshirgan narsa. Bu ba'masi xohlaysizmi, bilimga borib taqaladi-da. Hayotda hamma narsani pul bilan o'lchanmaydi. Pul bilan imkonsiz hal qilishni. Hamma narsa texnologiya bo'lib Bahodir baribir.
Mana o'sha Rossiya o'sha paytda nima deb nomlangan aniq esimda yo'q. O'sha Rossiya Buxoro amirligiga hujum qilgan payt, umuman shu Turkistonga hujum qilgan paytida ham nima bo'lgan? Texnologiya eskirgan. Rossiya qayerdan olgan o'sha payt texnologiyani? Yevropadan olgan, pulga sotib olgan. Nima kambag'al bo'lgan bizanikilar? Yo'q. Pul ana shunday bo'lgan. Nechta eshelon tilla olib ketilgan Buxoro amirligi umuman 40 ta. qancha olib ketdi. Scrooge McDuck'ning u seyfi bor-ku, u fignya-da, u telefonlar oldi. Tushunamizda. Ha, u hammasi texnologiya. Patent deganingizga endi qarang. Mana bitta ovqat chiqardim, yaratdim desam. Bitta ovqat yaratdim. O'shani patentlasam bo'ladi. Yo'q, oziq-ovqat sohalari bor. Qaysidir sohalarga patentlash mumkin emas. Ya'ni oziq-ovqat sohasi, ya'ni nimalarga patent. Ana bu ximik sostavlarga patent qilish mumkin. Ya'ni deylik, sun'iy shakar bor, bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Nobel olganda adashmasam o'sha mukofot. Shakar, sun'iy shakar. Shakar yeysiz, shirin tuyulaveradi, lekin u shakar emas. Saharni unaqa tabletka Ha, qilasizmi? yo'q. Kola boku, shakarsiz kola deydi. Xo'p. Ichasiz, lekin shirin. Nimaga shu? Lekin unda tabiiy shakar yo'q. U ximikat, maxsus ximik birikma u. U zarari yo'q uni. Shakarda Zarar yo'qmi? yo'q. Просто shakarni shirinligini ber. Ha, o'sha uchun u unaqa chiqarilgan. Ana u diabet, har xil shakarni ko'tara olmaydigan insonlar bor-ku. Ana shu insonlar uchun maxsus o'ylab topilgan narsa u. Zo'r ekan o'sha. Ha. Shakarsiz unaqa, misol uchun shakarsiz tort berish mumkin. O'sha narsani qo'shasiz, xuddi shakarga o'xshagan kukun bo'ladi, lekin u shakar emas. Maxsus sun'iy ravishda unaqa sintez qilingan narsa u. Sintez qilingan narsa. Tushunarli. Esimda, agar esimdagini aytsam, adashmasam u pomidordan olingan shu narsa. Pomidordan. Ya'ni olimlar shuni solishtirgan, har xil turini, pomidorlar turini. Bir xil pomidorlar shirin yeysiz, shirin tegadi tilingizga. Lekin ichini sostavini ko'rsangiz, u yerda shakar yo'q. Nimadir tilingizga shirin tegyapti. Endi yaratilish tarixi shunday, sintez qilish, topilish tarixi o'sha narsani shirinlik. Keyin o'shani o'rganib, bir necha yil davomida o'sha ichidan o'sha immunni odamni tiliga shirin narsani nima beryapti, qaysi birikma beryapti, qaysi ximikat beryapti deb o'shani ko'rganda, o'shani ajratib olgan. Ko'ryapsizmi qani? Zo'r. Zo'r narsa. Izlangan. Hamma narsa texnologiya, izlanish, bilim orqasidan bilim. O'sha. O'sha uchun ko'proq pulni ana shu bilimga, o'qishga tikiladi. O'sha uchun nima deydi? Odamlar gapirsa ensasi qotadi-ku. Shuncha masjid quradi, bitta masjid qo'ygancha maktab yoki biror nima qur deydi-ku. To'g'risi, dejurni gap. Dejurni gapda eshitiladi, lekin bor gapda bilim nima deydi? Xalqni bilim ko'taradi, davlatni bilim ko'taradi. Bezor bo'lasiz-ku, axir qurbaqa, purbaqa bir balolardan, olasiz bir odam shamanda. Ha, bir qidirsam, leysam xuddi shunayda. Dengiz ta'mlik, chipslar, krab ta'mlik chipslar, bir odam shamanda o'zimiz shashliklik yo'qmi? Yo'q. Shashlik chiqmaydi bunaqa. Yo'q. Shashlik deng, ha? Вообще yo'q. 8 oyoqlik chips bor. 8 oyoqlik chips bor, krablik chips bor, baliqlik chips bor. Xullas, biz yeydigan narsa hamma narsadan tashqari hamma narsa bor. Dengiz mahsulotlar bor. Dengiz mahsulot. Krevetkaligi bor, chips. Hidi yo'qmadi, to'g'risi. Ham ana shu qanday o'zi shashlik hidi keladi-ku, biror nima yeysizmi? Mana hidi bor-da, ta'mi baribir o'sha. Просто hidi o'sha ko'ngillantiradi. Shu aytaman, anaqa bir xil chiqadi deb o'ylayman. Bilsangiz, nega shashlik osh. Qozog'istonga qazlik chiqadi bilsangiz. 5 barmoqlik bor, ha? Qozog'istonga qazlik bor, ha? Hammasidan unaqasiga qarab har xil yo'naltiriladi bu. Bu zavod qayerda bunga o'zi? Zavod bitta narsa, hidi boshqada faqat. Yoki eshitishim bo'yicha Xitoyda eshak go'shti mol go'shtidan qimmat ekan. Chunki delikates qimmat go'sht ekan. Yo'q. Delikates ekanmi? Xitoyda eshak bormi? Endi hamma go'shtni import qilingan eshak Xitoyga. Xitoyga eshak. Nimaga import qiladi? Endi bunga ancha bo'ldi adashmasam, bu yangilikka. Farmatsevtik kompaniyalar bor Xitoyda, bilasiz. O'sha farmatsevtik kompaniyalar eshak terisidan qanaqadir teriga yosharishiga yordam beruvchi qanaqadir moddani sintez qilib, xullas ajratib olishni yo'liga qo'yganda, xullas. Faqat eshak terisida bor shu narsa.
Ha, yo endi qayta sotilgandan keyin foydasi bor-ku, demak ishlatilyapti, olinyapti. Menimcha. Teri ekspert qilamizmi? Yo, polni eshagi ekspert qiladi, o'zi so'yib oladi o'sha yerda. Go'shtini bu yoqqa qora bozor, go'shtini bu yoqqa delikates qimmat bozorga olib boradi, boylar bozoriga. Ha, terisi bu yoqqa. Ekspert qo'yish kerak rostdan eshaklar. Eshaklarni terib chiqamiz degan. Yoshligingizda bu ko'rachalar. Qishloqda eshak 50 ming so'm bitta eshak. Yo'q, shuncha arzon. Biz bormish 50 ming so'mlik eshak biz. O'zi kamaygan bor birinchi avvalda degan eshitganman 305 ming 50 ming so'm bepul beradi olma bo'qdan. Ko'ra boqamiz. Yo'q, shaharda yashaganman. Aşağıda yashagansiz. Uchastkada yashagansiz uylardami? Uchastkada yasharsiz. O'sha uchastkada yashagan. Uchastkada boqmaganman. Uchastkada molxona yo'q. Qo'y boqqanmiz. Eshak boqmaganmiz. Qora kunga zapas ko'p qo'ymagansiz. Ana eshak mahsulotlari. Vaynilla prikol qilib chiqadi-ku. Cho'tasani eshagingni sotmasam sen uylanmaysan. Eshagim qaror chiqdi, nimaku eshak go'shti unaqa yeyish unaqasi kiritiladi. Yo'q. Ha, nima bo'lishi? Klassifikatsiya degan narsa bor. Ha. Eshakni import qilibdi-ku, deylik. Boshqalardan kirib chiqdi qiladi. Eshak degan eshak go'shtimi, eshakni qanday klassifikatsiya qilish kerak-ku uni. Ana. Cho'chqa go'shti mumkin emas bizga, to'g'rimi? Xo'p. Lekin baribir kiradi, chiqadi. Kimdir bu yerda yetishtiradi-da, sotadi chet elga. To'g'rimi? Bu mumkin emasmi o'zi? Yo'q, mumkin. Gapni boshdan eshiting ana. O'sha eshak go'shtini import qilayotganida, o'sha chiqayotganida, bojxonadan chiqayotganida, o'sha tovarni nimadir deb belgilash kerak, to'g'rimi? Ha. Ha, cho'chqa go'shti belgilash kerakmi? Xuddi shunday narsa. Demak, u chiqib ketyapti, go'sht sifatida chiqib ketyapti o'sha narsa, uni go'shti degan narsani belgilash kerak. Eshak go'shti deb yozilishi kerak. Endi men tushunishim bo'yicha, ha. Mumkin bo'ladimi o'sha narsa? Cho'chqa go'shtimi? Eshakniki. Endi unisini men bilmayman. Men xabarim yo'q. Men u yerda tepada o'tirgan odam emasman, xabarim yo'q. Endi men o'zim tushunganimni aytyapman. Qaror chiqdi bu narsa. Ha, endi balkim qilishga yaroqli deb topildi deb dedi-da. Yo'q, endi menimcha fitna bo'lsa kerak. Nimaga fitna? Yomon gumonda bo'lman. Kimdir so'yib sotayotganda unda. Kimdir so'yib chiqaribdi o'sha chet tashqariga. Demak. Leysni o'zi reklama qilamiz endi. Nasibisi unaqa tushsa. Endi bilan eshak temani nima qilib biladi leys. O'sha yeyman. Siz eshakni reklama, eshak tema qilib beradi, leys gapirib, qanaqa gap bo'ladi? Ular endi eshakni tushunmaydi-ku. Leyslarmi? Yevropa unaqa eshak. Leys O'zbekistondan chiqadi-ku. Yo'q. O'zbeklar bunaqa dillari bor-ku bu yerda. Bu eshak boshqa tema. Leys bu. To'g'ri gaplar xatar. Kichkina fan. Har qaysi Man tojik emas. Ben zaten çişimle sindirganda. Kraxmalı ko'p, men çişimle yesangiz qarang nima bo'ladi-da. Bo'shmi? Hozir nima bo'lyapsiz? Nima bo'ladi-ku? Milkingiz bilan. Kursi bilan, buni arqa tishi bilan yo'qmi? Mani tishim вообще rasvogan. Pichnacha-da, sezgan. Nima uchun bunday desam, pichnacha desam, oldin pyure qilar ekanda qaytib unaqa qilar ekan. Bu lekin kartoshka, чисти. Lekin pirslar bor-ku, Noreza. pichnada, noreza, ha. Keyin bitta narsa axis Pringles ekan. Pringles rostakam uni ingichka narezka qilib pishiradi. Endi reklamasini ko'rdim, rostdan shunday. Bir xil chiqadi-ku. Bir xil narezka qilib, keyin pishirar ekanda. Bular pyure qiladi-ku, u chistakam kartoshkam pyuresi uni narezka qilib chiqadi. O'sha chiqqan. Pyure qilmasa ham buni to'g'ri bo'lmaydi, figurasini ham. Pyure qilmasa ham Endi pyure qilsa ancha osonroq bo'lsa kerak-da. Mana. Bahodir, kelajakda nima rejalaringiz bor? Shu yo'nalishda ketmoqchimisiz yo bir jiddiy soha bilan shug'ullanasizmi? Kelajakda shu narsani, masalan, shu hunarimni rivojlantirmoqchiman. Orzular juda ko'p. Juda ko'p orzular bor. Nasib etsa hammasiga yetamiz. Mana bu yerda urib tursa bas deydi-ku. Shu orzular juda ko'p, masalan. Shu hunarimni nasib etsa rivojlantiraman.
Bugungi videomiz homiysi Atlantis Pool suzish havzasi. Atlantis Pool bir vaqtning o'zida fitness zal va suzish havzasini o'z ichiga olgan sport kompleksi. Suzish havzasi uzunligi 25 metr bo'lib, Olimpiya standartlariga to'liq javob beradi. Suzish havzasi yonida zamonaviy saunalar mavjud bo'lib, ikki xil, ya'ni quruq va parli saunalarga bo'linadi. Bino tashqarisida yana ikkita yozgi basseyn bo'lib, bolalar va kattalar uchun alohida tashkil etilgan. Yozgi mavsumda bolalar va kattalar uchun bir-biridan ajoyib va qizg'in shoular bo'lib o'tadi. Suzib, qorningiz och qolsa, mazali taomlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mijozlar vaqtini yanada mazmunli o'tkazishi uchun stol tennis yoki suvda basketbol o'ynashlari mumkin. Atlantis Pool'ni ikkinchi qavatida fitness zal bo'lib, bu zalimiz barcha zamonaviy sport anjomlari bilan jihozlangan. Ya'ni yugurish yo'lakchalari, velotrenajyorlar, kantellar, shtangalar, boks mishoklari, xullas hamma narsa mavjud. Atlantis Pool eng yaxshisi faqat bizda. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.